Bizga ajoyib tenglama berilgan. Shu tenglama ildizlarni topishimiz kerak. Hop, birinchi nima qilamiz? ln 2 ni ln 4 minus ln 5 plus ln 3x plus 2 barobar deymiz. Uni bu tarafga o'tkazib yuboramiz. ln x plus ln x plus 3. Hop, mana buni 4 taqsim 5 deb yozib olsak bo'ladi. Plus ln x plus 2, mana buni ko'paytirsak x kvadrat plus 3x. Buni ko'paytirsak bo'ladi. ln 4 taqsim 5 x plus 2 barobar ln x kvadrat plus 3x. Buni tashlab oladigan bo'lsak 4 taqsim 5 3x plus 2 barobar x kvadrat plus 3x. 5 ni bu taraf ko'paytirib o'tkazadigan bo'lsak 12x plus 8 barobar 5x kvadrat plus 15x. Buni ham bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak 5x kvadrat plus 3x minus 8 tenglar. x bor 2 minus 3 plus minus o'z ostida 9 plus 20 160 taqsim 10. Minus 3 plus minus 13 taqsim 10. Hop, minus 3 plus 13 taqsim 10 desak bar. Minus 3 minus 13 taqsim 10 desak minus 1,6 degan ikkita javob chiqdi. Lekin biz manfiysini ola olmaymiz. Faqatgina birni olamiz. Nimaga desanglar, aniqlanish sohasiga to'g'ri kelishi kerak.